الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bugungi biz birinchi darsimiz qiyomat haqidagi mavzularni ko'rib chiqamiz inshaalloh. Qiyomat boshlanishiga, bu dunyoni tugashligi qanday bo'lib tugaydi? Qanday bo'lib qiyomat qoyim bo'ladi va odamlar qanday qabrlardan turadi va bu yerni Alloh taolo boshqa yerga almashtirib qo'yadi va odamlarni mahshargohda hammani bir joyga jamlaydi va unda odamlar bir qancha tabaqalarga bo'linadi. Allohning soyasida soylanadiganlar, hisob kitoblari yengil bo'ladiganlar, hisob kitoblari o'rtacha, hisob kitoblari og'ir bo'ladiganlar, hammasi qanday qilib hisob kitob qilinadi, mezon tarozisi qo'yilishligi, mana shular haqida inshaalloh hammasini dars qilib o'rganamiz. Bu haqda bir qancha ulamolar kitoblar yozishgan. Shu kitoblar ichida bizga ma'qulroq bo'lgan, ham o'rtacha, ham kerakli mavzularni o'z ichiga olgan Imom Qurtubiy rahmatullohi alayhining At-Tazkira kitobidan bayon qilib o'tamiz. O'lim haqidagi va qabr haqidagi bayonlarni Imom Suyutining Sharh-us Sudur kitobidan aytib o'tgan edik. Lekin qiyomat haqidagi eng yaxshi bir mo'tadil yozilgan kitoblardan biri Tazkira kitobi bo'lgani uchun inshaalloh shundan boshlaymiz. Ba'zi bir kishilar mavzuni cho'zib yuborgan ulamolar, ba'zi bir ulamolar tor olgan, ba'zilariga zaif ko'proq aralashgan. Ammo bu kitob mutavassit, o'rtacha holat bo'lganligi uchun inshaalloh qiyomat haqidagi butun tushuncha hosil qilishlik uchun mana shu kitobni tanladik. Har bir odam, har bir musulmonki qiyomat haqida o'zida bir tushuncha hosil bo'lish kerak, fikr hosil bo'lish kerak. Erta bir kun har birimizni boradigan joyimiz qabr va bu dunyo tugagandan keyin biz ko'tarilib, qabrdan tirilib boradigan joyimiz mahshar holati va undan keyin do'zax va undan keyin jannat holati. Biz har bir musulmonki o'zining oldinda bo'ladigan barcha narsalar haqida o'zlarida bir tushuncha hosil qilish kerakki, qaysi hayotga qarab qachon qanday qadam qo'yadi. Odam bu hayotdan ikkinchi hayotga qadam qo'yishligi, boshqa hayotga qadam qo'yishligi u g'ayri oddiy bo'lgan, ya'ni insonlarning aqldan yuqori bo'lgan bir hayotga kirib borishligi bo'ladi. Biz bir vatandan ikkinchi vatanga safar qilsak qancha tayyorgarliklarni ko'ramiz. Bir davlatdan ikkinchi davlatga o'tishda undan ko'ra ko'proq. Agar bir davlatdan ikkinchi davlatga borganimizda bizni kutib oladigan, bizga joy beradigan, bizni yo'llab har bir narsani o'rgatib turadigan odam bo'lmasa juda qiyin ahvolga qolamiz. Agar juda mablag'imiz, mol davlatimiz ko'p bo'lsa, yaxshiroq bir funduqlarda, mehmonxonalarda joylashib, ba'zi bir ishlarimizni qilishimiz mumkin. Mabodo pulimiz ko'p bo'lsa, pulimiz kam bo'lsa, shunga yarasha qiynalamiz. Pulimiz yo'q bo'lsa-chi, holimizga voy bo'ladimi? Ikkinchi bir davlatga bormaymiz ham. Ammo bu dunyodan ikkinchi dunyoga borayotgan vaqtida odamlarni eng katta ularning mablag'lari, kerakli bo'lgan mablag'lari yaxshi solih amallar bo'ladi. Biron bir kishi kutib olmaydi yo'qdan. Biron bir kishi uni bir yaxshi joyga joylab qo'ymaydi. Illo faqat Allohning o'zigina bo'ladi. Biz bu dunyoda qanchalik Allohga ixlos bilan qilgan amallarimiz bo'lsa, bir kun boshimizga o'lim yetgan vaqtida mana shu amallarimiz bizga asqotadi. Qiyomatda qanday odamlar qanday holatga tushib qoladi? Hattoki payg'ambarlar nafsi deb qolishadilar. Men o'zimni jonimni qutqaray deb qoladi. Hayot shunchalik og'ir qiyomat kunida. Mana shu narsada bizda bir tasavvur hosil bo'lish kerak. Bizda ilm hosil bo'lish kerakki, har bir musulmon kishi o'zining Allohning huzuriga borganda qanday holatda tutishligi va bu dunyoda qanday tayyorgarlik ko'rish kerakligi haqida ancha istifoda olishlik uchun. Bugun birinchi darsimiz fi inqirodi hazal xalqi va zikrun nafqi va saqi va kam baynan nafqatayn va zikrul ba'si va nashi va nar. Ya'ni bir uzun tema bo'lib, bu temada bu xalqni inqirozi, tugab borishligi, ya'ni bu dunyoni tugashligi va suriga dam urishlik. Suri Isrofil alayhisalom og'ziga katta surini, xuddi bizda katta suri cholinadigan suri singari shohlik bir surini ushlab turadi. Allohni buyrug'ini kutib
Alloh taolo suriga dam ur degan paytida Isrofil alayhisalom suriga dam uradi. Bu dam shunchalik qattiq zarba bilan chiqadiki, hamma odamlar u dunyo hammasi yo'q bo'lib o'lib ketadi. Wasaq halok bo'lib ketishligi va kam baynan nafqatayn ikkita nafqa o'rtasida qancha miqdor bor, qancha yil bor. Odamlar qancha vaqt qolib ketadi ikki nafqa o'rtasida. Birinchi nafqada dunyo tugab ketadi. Ikkinchi marta Alloh taolo Isrofil alayhisalomni tiriltirib hamma o'lib ketgandan keyin yana suriga dam urishga buyuradi Alloh. Suriga dam urgan vaqtida hamma odam qabrdan bosh ko'tarib chiqadi. Ikkita nafqa urush o'rtasida qancha vaqt bo'ladi, necha yil? Insonlar mana shunday holatda qolib ketadi. Va zikrul ba'si va nashi va nar, ba'z qiyomatda tirilishlik, nashr odamlarni tarqalishligi va do'zax hayotlari haqida inshaalloh bob. Imom Muslim rivoyat qiladi an Abdulloh ibn Umar. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yakhruju ad-dajjal fi ummati fayamkusu 40 yawman aw 40 la adri 40 yawman aw 40 shahran aw 40 aman. Ya'ni sahih hadislardan Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Abdulloh ibn Umar roziyallohu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan marhamat qiladilar. Dajjal mening ummatimga chiqadi dedilar. 40 kun yerda yashab qoladi Dajjal. Dajjal oxir qiyomatda chiqayotgan holati. Chiqqan vaqtida 40 kun qoladi. 40 dedilar, yana ba'zi bir ikkinchi bir rivoyatda ravi shakka tushadi. 40 kun dedilarmi, 40 oy dedimi, 40 yil dedimi, bilmay qoldim dedi. Lekin boshqa rivoyatlarda 40 kun qoladi. Dajjal hayotda 40 kun yashaydi. Fayab'asullohu ta'ala Isa ibn Maryam alayhissalom kannahu Urvat ibn Mas'ud. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bayon qildilar, yana aytdilarki, Alloh taolo Isa ibn Maryamni alayhissalomni jo'natadi, go'yo u Urvat ibn Mas'ud raziyallohu anhu ning ko'rinishida bo'ladi. Dajjolni faqat Isa alayhissalom o'ldiradi. Boshqa hech kim o'ldira olmaydi Dajjolni. Isa alayhissalom tushgan paytida agar Isa alayhissalom o'ldirmagan taqdirda ham Isa alayhissalomni ko'rishi bilan o'zi asli o'lib ketadi. Xuddi tuz suvga tushib erib ketgandek, Isa alayhissalomga ro'baro bo'lganda erib ketaveradi. Fayatlubuhu fayuhlikuhu. Isa alayhissalom talab qilib boradilar, Dajjolni orqasidan izlab borib Dajjolni o'ldiradi. Bu yerda qisqa mazmunda aytib ketilgan, o'z o'rinlarida bu qanday o'ldirishligi, qayerga tushishligi, qancha vaqt izlab borishligi va kofirlarni qanday o'ldirishligi hammasi batafsil aytilgan. Sumayamkusun nasu sab'a sinin laysa bayna ithnayni adawatun. Keyin odamlar 7 yil yashashadi, yerda yashab turadilar. Har ikki kishining orasida biron bir adovat, dushmanchilik bo'lmaydi. Shunchalik inoq bo'ladiki odamlar, biron bir odamni topmaysizki, ikkinchi bir odam bilan dushmanchilik qilib o'rtasida kelishmovchilik bo'lganligini. Isa alayhisalom zamonida 7 yil mana shunday inoqlik, totuvlik, islom hukmi, obodonchilik bilan yashaydi odamlar. Summa yursilullohu ta'ala rihan baridatan min qibali shimal. Keyin Alloh taolo chap tomondan muzday shamolni, ya'ni barida yoqimli shamolni Alloh taolo jo'natadi. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu zarratin min khayrin aw imanin illa qabadathu. Yer yuzida biron bir qalbida misqol misorchalik yaxshilik yoki iymoni bor kishidan biron bir kishi qolmasdan mana shu shamol, yumshoq, sovuq shamol kelib jonni olib ketadi. Yer yuzida mu'min qolmaydi. Barcha mu'min qalbida zarra misolchalik iymoni bor mu'min bo'lsinki, jonni oladi shamol. Hatta inna ahadakum law dakhala fi kabidi jabalin la dakhalat alayhi hatta taqbidahu. Hattoki sizlarning birontalaringiz tog'ni ichiga kirib ketsa, jigariga, ya'ni tog'ni ichiga kirib yashinsa ham shamol tog'ni ichiga kirib boradi, mana shu yerda jonni oladi. Mu'min kishi dunyoda qolmaydi. Bari fasodchi, kofir, ig'vogar, mana shaqalar yerda qoladi. Fayabqa shirarun nasi fi khifati at-tari wa ahlam as-siba. Odamlarning eng yomoni qoladi, yengil qush singari va yirtqich yovuz singari, hayvonlar singari. Bir-birini go'shtini yeydigan, bir-birini ko'ziga qo'lni suqadigan, ya'ni xiyonatkor, yomon odamlar qoladi. La ya'rifuna ma'rufan va la yunkiruna munkaran. Na bir yaxshilikka buyurishni biladi va na bir yomonlikdan qaytarishni biladi. Vaz nasihat, da'vat hamma narsa yo'qoladi. Odamlar dunyoda mu'min qolmagandan keyin, dunyoda
faqat fasodchi bo'lgandan keyin bu dunyoni Allohga keragi yo'q bo'lib qoladi. Alloh taolo dunyoda mu'min borki, dunyoni ushlab turadi. Mu'min hayotdan ko'z yumib qolmagandan keyin Alloh uchun bu dunyoni keragi yo'q bo'ladi va mana shunday odamlar ustiga qiyomat qoyim bo'ladi. Faytamasulahum shayton ularga keladi, gavdalanadi, ya'ni hamma yomon odamlar qoldi. Na yaxshilikka buyuradi, na yomonlikdan qaytaradi bular. Shunda shayton keladi, aytadiki, "Ala tastahyuna, bir uyolmaysizlarmi?" deydi. Ya'ni buyurishlaring nimasi? Bir o'zlaringga bir xudo qilib olmaysizlarmi degan maqsadda. Fayaqulun maza ta'muruna, aytadilar odamlar, nimaga buyurasiz bizga deydi. Fayamuruhum bi ibadatil awsan wa hum fi zalika darun rizquhum hasanun ayshuhum. Ularni butlarga sig'inishlikka shayton buyuradi. Vaholanki ular mana shu holatda rizqlari mo'l-ko'l, yashashlari go'zal bo'lgan holatda. Muhtoj emas bir butlarga sig'inib o'zlariga osmondan yomg'ir yog'dirib, yerdan ko'katlar yog'dirib bir mo'l-ko'lchilik qilishga muhtoj emas. Odamlar ko'plari Allohdan qaytib yoki bir butlarga sig'inib, kim nimalarga sig'inib ketishligini asosiy sababini qarasangiz, yo bir musibatlangandan, yo ishi yurishmaganligidan, yo kambag'alligidan, yo kasalligidan mana shu ishlarni qiladi. Kasalimni tuzalamanmi deb borib qabrlarga sig'inadi yoki bu Allohdan boshqalarga sig'inib ketadi. Sababini ko'rsangiz qandaydir yetishmovchilik. Ammo bularchi hayoti zo'r, yashashi zo'r. Butlarga ibodat qilaveradi. Hojati yo'q butga ibodat qilishingni. Shaytonning gapiga quloq soladi. Summan yunfaxu fi suri fala yasma'uhu ahadun illa asgha litan wa rafa'a litan. Keyin surga dam uriladi. Mana shunday yomon odamlar qolgan paytida Isrofil alayhisalom surni chaladi. Biron bir kishi yo'qki, uni bo'ynini ko'tarib shu tomonga qarab qoladi va bo'ynini ko'tarib, quloqni ko'tarib quloq solib qoladi. Nima ekan deb. Qala fa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawda iblihi fayas'aqu wa yas'aqu an-nas. Qala rawi aytadilarki, birinchi bo'lib surini ovozini eshitgan kishi bir odam bo'ladiki, tuyasini, havzini loy bilan shuvab, to'g'rilab, loylab isloh qilib, tuyasini, havzini tuzatib turgan bo'ladi. Mana shu odam eshitadi, hushdan ketib yiqilib o'ladi va odamlar ham o'ladi. Hamma o'lib ketadi. Summa qala yursilulloh. Rawi aytadilar, keyin Alloh taolo aw qala yunazzilulloh mataran ka'annaha tol. Alloh taolo jo'natadi yoki tushiradi yomg'irni, go'yo at-tol maydalab yog'ib turgan yomg'irdek. Havda ibli fayambutu minhu ajsadun nas. Mana undan odamlarning jasadlari ko'karib chiqadi. Boshqa rivoyatlarda 40 kun yomg'ir yog'adi, 12 gaz yerni ustida turib qoladi. Alloh taolo buyuradi, umbutu kama tambutu shajar deb, daraxtlar o'sib chiqqandek o'sib chiqinglar dedi. Odamlar qabrdan o'sib, jasadlar bir-biri bilan ostim-ustim bo'lib qolib o'sib chiqadi. Bitta qabrda kim nechta odam ko'milgan bo'lsa, barchasi o'sib chiqib, bir-birini ustiga ustma-ust bo'lib ketadi. Alloh taolo ruhni qo'yib yuborgan paytida ruhlar keladi, o'zlarini jasadlarini izlab, jasadlariga borib kiradi ruhlar. Qaysi birinchi bo'lib kirsa, misol jasadlarning tagidagi odam, ruh birinchi bo'lib o'z jasadini topib kirsa, ustidagi jasadlarni tushirib tashlab turadida, Alloh taolo ko'rsatgan tomonga qarab tez holda yurib ketishadilar. Odamlar mana shunday qabrdan o'sib chiqib, yangi jasad bilan o'sib chiqib, ruhlar kelib, yana insonlar qayta holatga keladilar. Ajmu zanab degan, dumg'uzak degan, o'zbek tilida, arab tilida ajmu zanab deydi. Dumg'uzak suyakni ichida, belni pastida dumg'uzak bir danakchalik kattalikda suyakcha qolib ketar ekan. Mana shu narsa chirimaydi. Har qancha holatda ham chirimaydi. Jasad chirib ketadi, insonning mana shu urug'i chirimaydi. Go'yo danakdan yana daraxt ko'kargani kabi insondan mana shu insonning o'zi ko'karib chiqadi. Alloh taolo keyin Zumar surasining 68-oyatida bayon qilgandek, astagfirullah, summa nufixa fihi ukhra fa idahum qiyamin yanzurun. Keyin ikkinchi bor nafxa dam urilgach, suriga kutilmaganda odamlar o'rnlaridan turib qarab kutib turishadilar Allohning hukmini. Hamma odam Allohning hukmiga qarab turishadi. Ixtiyorlik hayot bu dunyoda faqat. Bu dunyoda insonga o'lim kelishligi bilan bu ixtiyorlik holatlarimiz ketadi qo'limizdan.
fursatimiz tugaydi. Faqat Allohning izni bilangina har bir harakatimiz Allohning izni bilangina bo'ladi. Alloh taolo bunday ko'zlarimizni ochib qo'yishligi, hissiyotlarimizni sezib, aqllarimiz ishlab, bir-birimizni ko'rib, yaxshi yomonlikni ajratib turgan vaqtimiz bu Alloh taolo bizga bergan bir qisqagina fursat xolos. Bizdan oldingilar ham xuddi shunday o'lib ketdi, yashab, bizdan keyingilarga fursat hali turibdi. Bizga ham to o'lim yetib kelguncha mana shu fursat turadi. Ammo o'lim kelgandan keyin insondagi ixtiyorlik mutlaq ketadi. Faqat Allohning izni bilanga qarab, Allohning hukmiga hamma ko'z tikib turadi. Menga qanday hukm bo'lar ekan deb ko'z tikib turishadilar. Summa yaqulu ya yuhannas halimu ila robbikum. Keyin aytiladi, ey odamlar, Robbilaringizga kelinglar deyiladi. Saffat surasining 24-oyatida bayon qilgandik. Astagfirullah. Waqifuhum innahum mas'ulun. Turinglar hammalaring. Sizlar so'ralajaksizlar. Bizga Alloh taolo mana shunday hayotni berdi. Bu hayotni o'ylab qarasak, bir soniyasini, bir sekundni biz o'zimizcha paydo qila olmaymiz. Bizdan o'tgan 1 minut yoki 1 sekund biz mana shu 1 sekundni yana o'zimizga qaytarib olib kelamiz desak, dunyo qobig'ichalik tilloni sarflasak ham olib kela olmaymiz. 1 sekund umrni. Boshqa umrlarni qo'yavering. Inson zoti shunchalik o'zini umriga beqadrlik bilan qaraydiki, misol o'zini yaxshi ko'rgan narsasi bir haftadan keyin yoki bir oydan keyin bo'ladi deyilsa, shu oy tezroq o'tib ketsa-yu, men yaxshi ko'rgan narsam kelsaydi deydi. Xoh oyligini olsin misol. Oyligi bir oydan keyin keladi misol. Xoh biron bir lag'uvlar, o'yin kulgular bo'lsin. Bir oydan keyin bo'ladi deyilsa, shu oy tezroq o'tsaydi deydi, shunga tezroq yetsamdim deydi. Inson shunchalik g'aflatda qolganki, 1 sekundni qaytarib ola olmaydi. Alloh taolo shunchalik qimmatli hayotni berdi. Mana shu qimmatli hayotda qiyomat kunida ular mas'uldir, so'raladi. Waqifuhum innahum mas'ulun. Sizlar so'ralajaksizlar. Nima ish qilganlaring haqida hayotda endi so'ralasizlar. Summa yuqalu akhriju ba'san nar. Mana qanchalik qiyinchiliklar bo'lishigini. Keyin aytiladiki, do'zaxga bir jo'natishlikni chiqaringlar deyiladi. Do'zaxga bir talpa odam jo'natinglar. Fayuqol min kam so'raladi. Odamlar saf tortib turishibdi. Mana shu odamlardan qanchasini do'zaxga haydaylik deb so'ralsa aytiladiki, min kulli alfin 999. Har bir turgan odamlardan 1000 tasidan 999 ta odamni do'zaxga haydanglar dedi. Ahvolimiz nima bo'ladi shunda? Hamma odam saf turibdi. Millionlab, milliardlar odam saf turibdi. Har bitta qaranglar 1000 tadan 999 tasini do'zaxga tashlaylar deyilsa, bittagina najot topsa, 1000 tadan bitta najot topsa, faraz qilasizmi? Men shunda ham najot topuvchiman deb kerilib turishlikka. Odamning ahvoli shunda nima bo'ladi? Shunda Muzammil surasidagi 17-oyatni bayon qildi-da payg'ambarimiz alayhisalom, fazalika dedilar, yawman yaj'alul wildana shiba. Bir kunki bu yosh bolalarning sochlarini oqartirib yuboradigan kun. Odamlar qo'rqqanidan sochlari oqarib ketadi. Qo'rquv zo'r kelsa soch oqaradi. Vazalika yana bu kun Qalam surasining 42-oyatidagi kabi Sajullah yawma yukshafu an saq. Bir kunda boldirdan kashf qilib ochiladi, oyoq shimariladi. Bu oyatda ba'zilar mutashobih oyat deyishgan, ba'zilari to'g'ri oyat deyishgan. To'g'ri oyat degani boldir oyoq shimariladi. Ya'ni siz bir qat'iy ishga kirsangiz, oyog'ingizni shimarib olasizda keyin kirasiz. Qiyomatda mana shunday ish jiddiylashganligidan bildiradi deydi. Ba'zi ulamolar Ibn Abbos raziyallohu anhu bu mutashobih oyat deganlar, Allohni soq Allohga tegishli degan. Allohni soqi kashf qilinadi, buni ta'vilini Allohning o'zi biladi deydi. Qanday bo'lmasinki, ish qattiq jiddiylashgan va ahvol juda og'ir bo'lgan holat bo'ladi. Imom Muslimning yana bir hadisda an Abi Hurayra radhiyallohu anhu annahu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ma bayna nafqatayn 40. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan sahih hadisdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, ikkita dam urush o'rtasi 40 dedilar. 40. Ya'ni ikkita suriga dam urush o'rtadagi muddat. Qoli ya Abu Hurayra 40 yawman 40 kun deb aytmoqchimisan? 40 dan maqsad ey Abu Hurayra deganda abaytu bosh tortaman 40 kun deyishdan dedilar. Qolu 40 shahron 40 oy deysanmi?
Qala abaytu, bosh tortaman dedilar. Qalu 40 aman, 40 yil desammi? Qala abaytu, bosh tortaman dedilar. Summa yunazzilullohu minas samai ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqal. Keyin Alloh taolo osmondan yomg'ir tushiradi, suv tushiradi. İnsanlar xuddi ko'katlar o'sib chiqqandek o'sib chiqadi dedilar. Ya'ni 40 deganda maqsad ikkita tavil bo'ldi. Ba'zi kishilar 40 kunmi deganda yo'q dedilar. 40 oymi desalar yo'q dedilar. 40 kunmi yo'q. 40 yilmi yo'q dedilar. Ya'ni bu dunyo ostin-ustin bo'lib ketgandan keyin tog'lar ko'tarilib yerga qattiq zarba bilan uriladi. Fayda dukkatil ardu dakkan dakka degani xuddi temir monotoyni olib temirga qanday zarba bilan ursangiz, tog' ko'tarilib yerga shunday zarba bilan uriladi. Tog' xuddi titilgan jun singari, g'ubor singari parchalanib, titilib sochilib ketadi. Yer mana shunday yo'qolib ketadi. Mana shunday yo'qolgan vaqtda Alloh taolo nido qiladi. Limanil mulkul yawm deb. Bugungi kunda mulk kim uchundir deb. Hamma jim turadi. Hamma yer ostiga kirib ketgan, o'lib ketgan. Lillahil vahidil qahhar dedi Alloh taolo. G'olib, qahhor bo'lgan zotgadir. Bitta bo'lgan g'olib, qahhor zot uchundir mulk dedi. Mana shundan keyin boshqa rivoyatlarda hozir bu yerda aytilmadi, 40 yil mana shunday holatda qoladi. Bu yerda Abu Hurayra roziyallohu anhu bayon qilmasligida ulamolar ikkita tavil bor deyshgan. Birinchi tavil Abu Hurayra roziyallohu aniq bilganligidan bosh tortdim dedilar. Yo'q, bunday demayman deyishligi, demak u aniq bilganligidan aytayapti. Agar bilmasa, "Yo'q, men bilmayman" deyish kerak edi. Aniq bilganligida 40 dan maqsad 40 yilmi, 40 kunmi aniq bilganligi uchun bayon qilmadilar, lekin buni foydasi ham yo'q edi dedilar. Misol odamlar o'lib ketgandan keyin u qolib ketadi yer tagida. 40 yil qoladimi, boshqa qoladimi? Ikkinchi bir tavil aytdilarki, Abu Hurayra roziyallohu anhu mumkin esdan chiqargan bo'lishi ham mumkin dedilar. Ikki xil tavil bor. Shunda Alloh taolo osmondan suv jo'natadi, xuddi ko'katlar o'sib chiqqandek o'sib chiqadi. Qala laysa minal insani shay'un illa yabla illa azman wahidan. Insondan biron narsa qolmasdan chirib ketadi, magar bittagina suyakcha chirimasdan qoladi. Bir rivoyatda la takulul ardu abadan deb ham keltirgan. Abadiy yer mana shu suyakni yeya olmaydi, yemaydi. Ya'ni chirib ketmaydi. Va hu ajbuz zanab, u ajbuz zanab dedilar. Dumg'uzak. Insonni belni pastda turgan dumg'uzak, kichkinagina suyakcha, hattoki hozirgi fan kislota ko'p narsalarni kesib parchalaydi. Kislotadan ko'ra bir necha barobar kuchli moddalarni mana shu suyakka ta'sir ko'rsatgan paytida suyak zarracha ham ta'sirlanmagan. Parchala olmagan. Hech narsa bilan parchala olmagan. Eng kuchli sindirib, ezib parchalab yuborayotgan suyuqlik moddalar, kislotadan ko'ra kuchli moddalar suyakka biron bir ta'sir o'tkaza olmagan. Mana shu suyak turpoq bilan qolib ketadi. Qiyomat kunida Alloh taolo va minhu yurakkabul xalqu yawmal qiyamah, Alloh taolo qiyomat kunida xalqni mana shu bilan yana tarkib qilib o'stirib chiqaradi. Va Ibn Wahbning huzurida bu hadisda fa 40 jum'atan, yana 40 jum'a qoladimi odamlar deb ham so'ralgan rivoyat ham bor ekan. Qoli abaytu Abu Hurayra men bosh tortdim deganlar, buni isnodi munqati isnodlardan ekan. Yuqoridagi isnodlar sahih isnodlardan. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadilar Buxoriyning rivoyatida hafiztu vi'aini min ilmin fa amma ahaduhuma fa basastuhu wa amma al-akharu fa basastuhu laqata'a minni hadal bal'um dedilar. Men ikkita ilmdan ikkita katta idishni saqlab yod olganman dedilar. Ya'ni juda katta ilmni demoqchilar. Birinchisini men basastuhu tarqatdim dedilar. Ammo ikkinchisini agar tarqatsam, meni mana bu tomirim, qizil o'ngachim uzilib ketadi dedilar. Ya'ni dahshat qattiqligidan, qiyomat ahvollari qattiqligidan u kishi mana shunday dedilar. Abu Abdulloh aytadilar, al-bal'um degani taomni yurayotgan joy, majrat taom, ya'ni odamni yutganda qizil o'ngachini yurayotgan joy dedilar. Bayna nafqatayn 40 aman, yana boshqa rivoyatlarda kelgan ikkita nafqa o'rtasida 40 yil odamlar mana shunday yer bilan bitta bo'lib qolib ketadi. Vallohu alam va sayati hali bu keladi. Hanod ibn Surriyni zikrinda keltirilgan haddasina Waki' an Sufyon an-Suddi rivoyat qiladilar. Waki' Sufyondan, Sufyon Suddiydan Saltu Said ibn Jubayr an hazil ayamin, Said ibn Jubayrdan mana bu oyat haqida so'radim dedilar. Maryam surasining 64-oyatida Sayyidullah lahu ma bayna aydina va ma khalfana va ma bayna zalik oyatidan. Alloh uchun bizni oldimizdagi narsalar va bizni orqamizdagi va ularning o'rtasidagi narsalar bor degan Jabroil alayhisalom. Alloh taolo hamma narsani biladi degan. Shunda va ma bayna zalik deganda
Falan yujibni, menga javob bermadilar. Samina annahu ma bayna nafatayn, biz keyin eshitdikki bu va ma bayna zalik, shuni o'rtasidagi narsa degani ikki dam urish, so'riga dam urishlik o'rtasi deb aytdi dedilar. Vaki Abu Ja'far Roziydan, Abu Aliyadan aytadilar, va ma bayna zalik oyatida ma bayna nafatayn, ikkita so'riga dam urishlik orasidirlar. Vallohu a'lam. Biz mana shu yerda mavzumizga yakun yasaymiz. Inshaalloh keyingi mavzumizdan so'riga dam uriladi. Alloh osmondagi, yerdagi hamma narsalar o'lib ketadi, lekin Alloh xohlagan kishilar qoladi. Ular kimlar degan haqida inshaalloh mavzumuzni boshlaymiz. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.